Bir lahza. Alloh beraman desa, bir lahza kifoya ekan aslida. Allohga tilimiz va aqlimiz bilan ishonganimizda emas, balki qalbimiz bilan ishonganimizda hammasi o'zgarar ekan. Boshimizga tushgan bu tashvishlarni Allohga aytib berib, o'zidan najot so'rab turib, yana uni o'ylayversak, u muammo hech qachon yechilmas ekan. Qachonki qalbimiz bilan ishonib, bo'ldi deb muammoni qo'yib yuborganimizdagina u bizdan uzoqlashar ekan. Mana shu tashvishlar boshimga kelishiga sababchi bo'lganlar ham aslida seniki. Men ham senikiman. Meni asraganingdek, ularni ham asrayotgandirsan balki. Meni yaxshi ko'rganingdek, ularni ham yaxshi ko'rganing uchun ziyon bermayotgandirsan. Deb Allohga hammasini topshirib qo'yganimizdagina yechim kelar ekan. Agar shu og'riqlarim meni senga yaqinlashtirayotgan bo'lsa, og'risin. Mayli, og'riyversin. Balki bir duochalik yo'l qolgandir.